Qo'ying, yonib ketmaydimi dunyosi? O'zingiz uchun ham yashang. Dunyoga siz ham bir marta kelasiz-ku. Ahvolingizni qarang. Ko'rinishingizni qarang. Ko'rsa odamda rahmi keladigan darajada bo'lib ketibsiz. Hamma narsani ichingizga yutib, atrofingizdagi insonlar uchun yashab, u insonlarni ko'ngliga qarab, hamma narsani ichingizga yutaverganingiz bilanda bir kun to'lib tiqilib qoladi. O'shanda qiynalasiz, o'shanda kech bo'ladi. Hozir o'zingiz uchun ham yashashga harakat qiling. Rostdan bir kun kelib kech bo'ladi. Vaqtni orqaga qaytarishning ilojisi bo'lmaydi. Siz ming joningizni jabborga berib insonlar uchun harakat qilganingizda ular siz uchun harakat qilishmaydi. Ovora bo'lmang. Qo'ying, yonib ketmaydimi dunyo?